Surxondaryoga kelasiz-ku, ikkita siz uchun vazifa bo'ladi. Birinchisi tandir go'shtini yeyish va ikkinchisi Sangardak sharsharasini ko'rish. Bu go'zallikni ko'rish kerak. Internet foydasini qarang. Avvallari bu sharsharaga 5-6 yil oldin kelardim. Mana shu joyda ish qilayotganimizda hech kim bo'lmasdi, bo'sh bo'lardi betlar. Qarang, qancha odam tirikchilik qilyapti, qancha odam, qancha mehmonlar kelyapti. Mana bu joylar bozor bo'lib ketdi aylanasiga. Buni asosiy foydali sababi mana shu internet, mana shu olinayotgan video. Odamlar ko'ryapti, mana shu joyda shunaqangi go'zallik bor ekan. Surxondaryoda deb, undan keyin yo'li tushganlar kirib o'tyapti. Bu Sangardak sharsharasi Denov Sarosiyoni o'rtasida. Bu go'zallikni kirib ko'rish kerak. Suvga qarang. Yerdan tushib kelyapti. Voh. Tutuldi qarang. Kattasi, kichkinasi, achchig'i, burchagi, dumalog'i. Puli bor ekan. Mana shu kattasi nechi pul? Qancha narx? 10 ming so'm mana. Bittasini olsangiz 3 kun so'rasiz buni. Singani ham bor ekan. Chorbog'i bola. Tog'lar balandek. Vah, manzarani qarang. Butun boshli katta tog'. Mana shu o'rtasini yorib suv chiqqan. Tepada suv yo'q. Pastdan qanaqadir buloq shu orani yorib chiqqanda. Tabiiy go'zallik. Mana bular. Buni ko'rish kerak. Tomosha qilib, mazza qilasiz. Vah. Cho'miltirib qo'ydi suv o'zi ham. Odamlar qarang. Toza kelyapti. Shuncha odam. Shu go'zallikni ko'rish uchun kelishgan. Surxondaryo so'lim go'shadur. Suvlari, tabiati, odamlari, tog'lari o'shadur. Ha, chiroyli. Mazza qilishyapti. Aka, nima gaplar? Tinchlik, mana aylanib. Qalay bo'lyapti sayohatlar? Yaxshi. Berik qomadingmi? Nima berikan? 10 kundan oshda chiqqanimiz yo'lga. Qoyani qarang. Tekis qirqilganga o'xshaydi, kesilganga. Mana bu ikkinchi sharsharasi teparog'idagi Sangardagida. Va mana bu joyda shlankida suv qilib aholilarga qishloqqa olib ketishibdi. Suv rosa shifobaxsh. Tabiiy tog' buloq suvi. Agar imkon berilsa, mana shu suvlar rosa shifobaxsh, tabiiy buloq suvi tog'ni o'rtasidan yorib chiqadi. Shu suvni mineral qilib bir zavod qurardik shekkan. Agar bir yo'l-yo'lga berilsa, bemalol chiqarsak bo'ladi. Sangardak buloq suvidir. Hammaga mineral suv qilib respublikaga tarqatardik. Yaxshi fikr kelib qoldi. Nima deysizlar? Bunaqa tog' buloq suvi.